Qobiljon aka, hozirgi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda terlash va raxit kasalligi kuzatilmoqda. Sizda bunga yechim bormi va qaysi mahsulotni siz bizga tavsiya eta olasiz? Komiljon, yaxshi savol berdingiz. O'zi raxit nima? Terlash nima? Yosh bolalarda fibroblast, ya'ni suyaklarning o'sishi soniyalarda juda ham tez bo'ladi, chunki ular tez o'sadi. Va ular uchun vitamin D juda ham mustahkamlik kerak. Chunki ular o'zini vaznini ko'tarishni xohlaydi, suyaklari mustahkam bo'lib o'sishni xohlaydi. Ularga vitamin D3 tavsiya qilinadi. Vitamin D3 tavsiya qilinganda har xillari bor. Ularni tanlashga odam qiynaladi. Qanday tanlash kerak? Buni spirtli ko'rinishi bor. Ochganingizda spirtni uchgan sari sifat yo'qolib boradi. Ko'p saqlay olmaysiz. Endi meni qo'limda tavsiya qiladiganim bor. Bu 96-yildan beri ishlab chiqaruvchi sifatli ishlab chiqaradi. Yog'da eruvchan vitamin bo'ladi, o'zi vitamin D3. Mana shu vitamin D3 yog'da eruvchan, ham buni ichida yog'li vitamin D3. Birinchisi bolaga allergiya bermaydi. Ikkinchisi dozasi juda ham zo'r. Mana shu bitta vitamin D3 ichida 320 ming doza bor. Ya'ni siz oilaviy ichaman desangiz qimmat tushib ketmaydi. Bitta yosh bolaga bir tomchisida 500 единица bor. Kunlik profilaktika yetarli bo'ladi. Va siz oilangizda necha kishi bo'lsangiz, o'zingiz ichsangiz kerak. Chunki hozirgi kunda quyoshga chiqsangiz, mana bu ozon qatlami yemirilgani hisobiga dam urib qolishi mumkin. Lekin vitamin D kerak. Har kuni ertalab yosh kattalar o'zining dozasini biz maslahatini beramiz. Ichishadigan bo'lsa, bu vitamin D3 bitta oilaga 3 oyga yetadi. Mana shu vitamin D3 gipoallergenning ta'siri juda ham zo'r, chunki yog'da eruvchan vitamin yog' ko'rinishida berilgan bo'ladi. Mana shu vitamin D3 ni tavsiya qilaman.